"Keling qur'a tashlaymiz", dedi kema boshqaruvchisi. Qur'a kimga chiqsa, uni tutib dengizga tashlaymiz. Bir burchakda jim o'tirgan Yunus alayhissalom noto'g'ri ish qilgan odam menman dedi. Men Naynavoni Allohning iznisiz tark etdim. Siz yaxshi odamga o'xshayapsiz, dedi kema boshqaruvchisi. Biz sizni dengizga tashlay olmaymiz. Shunday qilib ular baribir qur'a tashlashadigan bo'lishdi. Qur'a Yunus payg'ambarga chiqdi. So'ng yana bir marta qur'a tashlashdi. Yana va yana tashlashdi. Qur'a faqat Yunus alayhissalomga chiqayotgan edi va uni dengizga tashlashdi. Yunus payg'ambar dengizga tushganidan keyin bo'ron tindi. Chunki Alloh unga to'xtashni buyurgandi. Yunus dengiz o'rtasida yolg'iz qolib ketdi. U juda xafa edi. U Naynavoni tark etmasligi kerak edi, deb o'ylab turganida katta bir baliq keldi. Bahaybat baliqning og'zi ham juda katta edi va Yunus payg'ambarni yutib yubordi. Baliqning qorni qorong'u va issiq edi. Allohim, dedi Yunus alayhissalom, men noto'g'ri ish qildim, meni kechir, deb ko'p duo qildi. Alloh Yunus payg'ambarni kechirdi. Chunki Alloh kechirim so'raganlarni kechirishni yaxshi ko'radi. Ulkan baliq xuddi suv osti kemasiga o'xshardi. U Yunusni Naynavoga olib keldi. Naynavoliklar uni ko'rib juda xursand bo'lishdi. Yunus payg'ambar ham ularni ko'rib juda sevindi. Naynavoliklar butlarni sindirishgandi. Chunki endi ularga sig'inishmayotgan edi. Chiroyli uylar, xushbo'y atirgullar va eng shirin mevalar uchun endi faqat Allohga shukr qilishardi. Shu bilan qissamiz o'z nihoyasiga yetdi. Xulosa chiqarish o'zingizdan.